Assalomu alaykum aziz obunachilar. Biz bugun Toshkent viloyati Ohangaron shahridamiz. Bu yerda Arton brendi ostida avtoklav gazobeton ishlab chiqaruvchi Ismayning korxonasidamiz. Ushbu gazobeton mahsulotlari Germaniya texnologiyasi standarti asosida ishlab chiqariladi. Sifati jahon talablariga javob beradi, sifatlariga javob berishadi. Hozirda korxonada D500, D400 markadagi avtoklav gazobetonlar ishlab chiqarilmoqda. Respublikamizda poytaxtimizdagi barcha yirik qurilish obyektlarida ushbu avtoklav gazobetonlardan foydalanib kelishmoqda. Ko'pchilik uchun tanish brend. Hozirda avtoklav gazobetonning narxi 1 kubasi 780 ming so'mdan sotilyapti. Agar katta buyurtma bo'ladigan bo'lsa, skidka qilib, ya'ni o'sha chegirma qilib berishadi. Aziz obunachilar, yana qaysi korxonalar haqida, ularni ishlab chiqarayotgan mahsulotlari haqida bilishni xohlaysiz? Albatta, izohlarda yozib qoldiring.